Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Allohga behisob hamd sano va shukronalar bo'lsin. Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat durudlar bo'lsin. Mana bugungi kunda yuksak trend orqali tashkil etilayotgan Bag'dod umra karvoni paketlari umra ziyoratchilari uchun dunyo miqyosidagi eng chiroyli go'zal paket darajasida o'z tasdig'ini topdi. Xalq ishonchidan o'tdi inshaalloh karim. Albatta biz tashkil qilayotgan paketlarda o'rinlar avvaldan band qilinib, inshaalloh to'la to'kis hamma paketlarimiz sotilmoqda inshaalloh. Albatta yaxshi xotirjam ibodat qilishlikni niyat qilganlar bo'lsa, yaqinlarni jo'natib xotirjam kuzatib o'tirishlikni niyat qilganlar bo'lsa, albatta bizlarni paketlarimizdan o'z joylaringni band qilinglar. Alloh subhanahu va taolodan so'rayman. Inshaalloh Allohim sening va rasulingning eng aziz, eng ulug' qilgan mehmonlaringga eng chiroyli xizmat qilishlikni bizlarga nasib etgin. Amin ya robbil alamin.